Assalomu alaykum do'stlar. Mana bunday maka siloslarni ochganinglarda tez qizib qolyapti yoki ochsanglar chirigan chiqyapti. Buni oldini olish uchun nimalar qilish kerak, shuni aytib o'tmoqchiman. Avvalambor ochganinglardan keyin birinchi ko'pchilik qiladigan xato shu o'rtasidan olib ketaveradi, tepasini olmaydi. Eng qizishni birinchi o'rinda ikki cheka qiziydi va tepa qiziydi. Shuning uchun birinchi makani ochdingizmi, ikkita chekani olib ishlatib olasizlar. Mana bu tepasini olasizlarda, qoplaysizlarni sotgani yoki hayvoningizga berasiz, birinchi tepasini ishlatib olasizlar. Keyin bu o'rtadagi tepalarni, keyin mana bu qismini bemalol olaverasizlar. Va shunda qizish, misol uchun tepa bir kunda qizilsa, past 3-4 kunda qiziydi mana bu yerlar. Sababi zich joylashgan. Shuning uchun birinchi ikki chekani ishlatib olasiz va tepani ishlatib olasiz. Tepadan shu yarim metr, 1 metr tepaga tushirib turib ishlatib olasizlar. Keyin mana bunday qoldilar qolmaslik kerak. Olganingizdan keyin 3-4 kun qolib ketmaslik kerak. Shu har kunlik mana bunday holi bo'lib qoladi-yu. Shunda havo tez kiradida, buni qizish yuzaga keladi. Shuning uchun buni tepani ishlatasiz, keyin mana bunday holatda chekasini qirib ishlataverasizlar. Umuman haligi zich holatda turishi kerak maka silos. Keyin ochganinglardan keyin yozgi kunida bir haftada 3 metr ishlatishinglar kerak. Mana buni ochgandan keyin ko'p turib qolmaslik kerak. Qish kunlarida bemalol 2 metr, 2,5 metr ishlasanglar bo'laveradi. Agar buni mana 1 metr ochib qo'yib turib bir hafta turadigan bo'lsa, mana shu tepasi pastga ham o'tib qizib boradi. Shuning uchun tez-tez ochishni harakatini qilishinglar kerak. Shu yozgi kunida 3 metr, 2,5 metr, qish kunida shu 1,5, 2 metr, 2,5 metr bo'laveradi.